Assalomu alaykum obunachilar. Mana navbatdagi darvozamizni Bobotoqqa olib kelib o'rnatdik. Postdan o'tgandan keyingi qishloq. Mana ko'rib baho bering. Razmerlarimiz 3,5 3. Kimga narxi qiziq bo'lsa, oxirida aytib o'tamiz. Narxi deb yozsangiz, biz sizga narxini batafsil ma'lumot beramiz. Ko'rib baho bering. Atrof manzara juda chiroyli. Kimga darvozalar kelib nomerga telefon qilasiz. Xudo xolasa qo'ldan kelgancha sifatli qilib berishga harakat qilamiz. Listlarimiz 1-1, profillarimiz 6-4-2-1. Xolasa chiroyli variantdan qilib berdik. Tayyorlar shveler, 3 ta sharner, kattasidan mashina nerjavenka qo'yib berdik qorasidan. Ichki taraflari mashinaga bildirib, tayyorlar shveler. Kimga shunaqa darvozalar kerak bo'lsa, nomerlarga telefon qilasizlar. Do'stlaringizga videoni tashlab qo'yib, like bosib, obuna bo'lib qo'yamiz. Xolasa biz qo'ldan kelgancha sizga chiroyli narxlarda qilib berishga harakat qilamiz. Ko'rib baho bering, like bosib, obuna bo'lishda to'xtamaymiz. Ustalarni qo'llab-quvvatlab turamiz. Rahmat kattakon.